Bering 67 dan bo'lmasa. Bering dehqonchilik bo'lsa. 66 dedi. Hop dedim. 66 emas 67 dedi. Hop dedim. Her ay ikini. 5 kilo so'm bo'lsin dedi. Bu ham yo'l qo'yib beryapti, ota bey. Aka, yo'q, aka chiqib boshqa beraman aka. Boshqa beraman. Qancha kelsa boshqa beraman. Ota bey, oling, sizga ber. Aka boshqasi kelsin. Aka naq pulga sotganim yo'qman. Bu ham dangal ochib naq pulga sotganim yo'q. Bizamiz deb o'zimizniki siz odamlarga 300 ming so'm. Yo'q aka. Ve bersin bo'ldi bermaydi. Masdan rasot mazon hammasi qo'ydingizga aka. Olsangiz oling. Chetida oldingizmi? Sotdi. Eskitga. Yo'q. Ota bey. Yo'q. Yo'q aka. Qadasini berasiz, o'zim beraman. Yaponlar akanlar kim bor? Akamni chil baxtsiz bukani? 3 yil. Mashallah akalar 3 yil boqibdi akamiz. 3 yil. 3 yil oldin qancha yil istirmas aka? 10 million. 3 yil oldin 3 yillik mehnat, 3 yil oldin 10 million akamiz olgan. Hurmatli tomoshabinlar, bu qarang. Bo'yin sog'ib olgan bu akalar. Oson bo'lsa bunchalik boqish. Mashallah. Boqqanga rahmat. Shu savdosi bo'lyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, ishiga javob bergan usta istab yurgan bo'lsangiz, xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab xizmat qilishyapti. Mol ferma deysizmi, mini stadion deysizmi, kotej tomlarimi, mustahkam metaldan yopib berishadi. Bozor Arzon kanalidan chiqdim deslaringiz, ancha arzon narxlarda qilishib beradi. Pastini aloqaga chiqarasizlar. Barcha mahsulotlar va sarf xarajatlar o'zimizdan yozib qo'ygan mana. Xudo xolasa akalar, brigadasi ko'p, tez va sifatli qilib bitkazib berishadi. Telefon qilavering, xudo xolasa siz xohlagan usulda bitkazib berishadi. Salomat bo'linglar. Hozir bilamiz, barakani yeb qo'ygan. Yo'q semirgan, bo'yin solgan, ham yaxshi buqa. Mashallah. Bir dona lak bosib qo'yasizlar akalar. Mana savdo bo'lyapti mana. O'zimizdan degan uchun Savdo bo'lyapti. 51 million beribdimi? 50 million 800 ming so'm aka. 200 ming kam 51 million savdo bo'lyapti, bermayapti. Bu bo'yni qarang, bo'yinda. Bo'yinda qarang. Hadi bo'lar. Mana savdosi mana. Hozir baraka bo'ladi hozir. Qo'shasiz deyapti. Qo'shasiz deyapti akalar. Bu qani qarang. Boqib qo'ygan lekin bor. Boqib qo'ygan plus egasi ham boqib turib baylab ham qo'yganda, yaxshi joyga baylagan, ko'radigan joyga baylagan. Qiziqtiradigan joyga baylagan. Baylashga ham bog'liqda. Xotirjam savdo qilyapti. O'zbekistonda. Bermayapti. Avlikov savdosi bo'lyapti. 5-10 odam olib kelishim kerak, ishonsa. Men taraf olib turiblar, ishim kerak. Hammasi. Aka molingiz yaxshi bo'layotgan uchun gapirishyapti, bo'lmasa gapiring. Ota bey mana qo'shib bering deb gapiryapti-yu. 65 ta oshga olmasa qo'shib bering ota bey deyapti. Siz tarafdan 67 mingdan bermayapti. Qorni katta. Yog'li semirganda, bu yog'li roqda. Yo'q, siz oling, nimaga
umid bilan chiqaryapti. Hamma Allohdan Nega qaraysiz? Mashina Otabek, mashinaga bo'layotgan mana shu jumada bitta molni aylantirib oladi. 68 ming so'mdan Otabekka 68 ming so'mdan bering aka, bu ham ziyon qo'yib qolmasin. Qadimgi odamlar ketdi Odam aytyapti, 67 dan bermayapti. Ketdi mana. 1 kilo ketdi. 1 kilo ketdi. Jam. Men qarang. Haligi men ham anaqa olamasam. Qochib. Hali buni beraman. 68 ga qo'shib olasizmi? Ha. Masalan, sizni anaqangizni ma'qul. Lekin ochig'i sotmasa olib ketaman, bir soat siz haqdan, to'g'rimi? 68 dan beraman deyapti. Yürüyor, ziyon qilgan. beravering. Men akamga kuroslarga yegan emasda o'zimizga olib foydalansin. O'zimizga olib foydalansin. Ochib o'zi sotishni Oq Toji tog'a 67 dan savdo bo'lyapti. Kiloga. 68 dan beraman deyapti. Miza to'lashyapti. 5ta sotgan bo'lsa, hammasi tishi bor bo'lib, Adash. mashinga bo'lsa Bitta do'stona maslahat aytaymi? Meniki bo'lganda shart yo'q. Video aldimiz. Meniki degan agar emas maqsad aka. Sizga 68 dan. ololmadim. Agar 500 yildan Otabekga necha farq qiladi? 1.5 farq qiladi. Просто aka, bilasiz. Qarayman olamas. Hamma rasmga o'zi qiladi. Hozir haqqa beravergan Muzaffar aka. Otabekga qilsamisan debman. Yo'q, aka odam gapirib beznas hamma yo'q bo'yniga. Hatta qog'ozi hamma yo'q yo'q chiqdi mana. Nima? Hatta qog'ozi bilan hamma yo'q siz bo'yingizga olib ketdi. salovat olsun. aka ham aynan. Yo'q, Otabek. Yo'q. Bu bilan Yo'q. Mana. Haq bo'lishim yo'q. 5 kilo 5 Yo'q, shu haq bo'lishim. Ayinsa Yerim majbur demayapti. Aka 5 kilo deganingiz bering 67 dan bo'lmasa. Bering dehqonchilik. 65 desam 66 dedingiz. Hop dedim. 66 emas 67 dedingiz. Hop dedim. 5 kilo so'mdan dedim. Berish demasa bermayman. Hech yerda turganda turadi deyapti. So'mdan bo'lib kerakmi? Siz rasuldan siqilasiz. Niyat bo'lmasa, niyat buzuq bo'lsa aka. Biz sotib hatta asheta sotganimni ham ular ekan talashgan pul 3-400 ming edi. Lekin yo'lga rasxodini ham talashmabman deydi. Bundan keyin Otabekka, bezdan so'm 67 mingdan sotdingizmi? Otabekka. O'zimiz foydalanaylik deb olaylik, nima qilib xolos. Bu ham o'zimiz kiyingan. Otabekka bezdan sotdingizmi? 67 mingdan. Sotdingizmi? Gap oling aka. Bor 5 kilo sutga Otabek. Otabek. Shuncha mehnat qilsiramiz. Shuncha mehnat qilsiramiz. Shuncha mehnat qilsiramiz. Mana rahmat. Qonunni ko'rib turibdi-yu. Ha, endi bu ham yo'l qo'yib beryapti. Ay, yo'lini qo'yib Qo'yib berib. qo'lingizga bo'ladimi? Aka, Bu ham yo'l qo'yib beryapti. Otabek.
Aka, aka, aka chiqib boshqa beraman aka. Boshqa beraman. Qancha kelsa boshqa beraman. Otabek oling Sizga ber, aka boshqasi kelsin. Aka naqd pulga sotganim yo'q men. Bu ham dangal Ochimda odam. naqd pulga sotganim yo'q. Bizamiz deb Burası o'zimizniki siz. Odam 300 ming so'm. Ve odamlar Aka 67 dan 67 naqd pulga sotganim yo'q. Akalar 5 kilo to'lashyapti. 5 kilo sikka. 67 mingdan 5 kilo sikka to'lashyapti. 5 sikka beraman deyapti akamiz. 5 sikka olaman. sizga men o'zim ve Otabek 200 300 ming so'm talashasizmi? Begona gaplarni naqsini sot. Bermaydi. Yo'q aka. Ve bir so'm yo'lda bermaydi. Masdan rasvat qazon hamma qo'ydingizga. Oling, sotdim. Yo'q, ha, o'sha yerda olibsizmi? Sotdim. Eskitga. Yo'q aka. Otabek. Yo'q. Yo'q aka. Pattasini berasiz. O'zim beraman. Pattasini beraman deyapti. Aka, bitta gapiraman. Aka, Gapimni eshittiring. yo'qsa berasiz. Foydasi yo'q. Pattasi bundan to'g'ri deyapti. Kimga oldingizmi? Bo'pti, men qarab 67 mingdan berasiz, bo'pti, xo'roz bilan pattani pulni berasiz. Bizamisiz? Pattani beraman. Xorozini ham beraman. Xo'rozni ham berasiz 15 ming. Yo'q aka. Meni Otabek joyi yurib turvarsen, Naqd Otabek. pul kelsin, borib bermayman. Olib chiqay, oborni ortiga. 67 mingdan 5 sikka. Oxiri bo'ldi. Qancha keladi? Taxmin. 700 Qorni bor, hozir ko'ramiz-da. Ha, 730 dagi bo'lsa kerak. 752 oyot tepasi og'ida ma'lum qilingan. Qancha keladi aka? 30 ta keladimi? 730. Takbisi past deydi. Yaponlar akam lekin mol. Akamni 3 yil baxtsiz buqani? 3 yil. Mashallah akalar 3 yil boqibdi akamiz. 3 yil. 3 yil oldin qancha yig'ishtiramiz aka? 10 million. 3 yil oldin 3 yillik mehnat. 3 yil oldin 10 million akamiz olgan. 67 mingdan 5 ga sotdi akalar. Hozir ko'ramiz. Necha kilo kerak? Necha kilo akam taxmin? Qashib oldim 67 dan bo'ldi. Boş. 750 ya deyapti. 7 tortgan. 3 yil vaqtda. 3 yil. Bu tomoshabinlar mana. Bu katta, kichkina emas ekan, katta ekancha. Rasurbek qancha keladi? 730 keladi. 730 taxminlayapti. Dastur akam. Yo'q, yo'q. Necha keldi? 768 kilo. Boqqanga rahmat.